Wusung nima uchun Sungjanga tunji bo'lib qarshi chiqdi? Subuyda nomli asarga qarasak, bu yerdagi yo'lbos o'ltirgan Batur Wusung asli Sungjangni nihoyat hurmatlaydi. Danish ag'a deb igilib turdi. Hatto Arlongshandimi bu Sungjangni deb o'sha Liangshan kulib qanot tortib kelgan. Biroq kim bu yerga Sungjang el bo'lish taklifini o'ttirib qo'ygan vaqtda Wusung tunji bo'lib intayin uch qashqariya hammasini qartib o'tirib Sungjangga bevosita qarshi chiqdi. Yo'zini urib, vaqirab turib, aniq ifodalab qo'ydi. Amsi Sungjang shunday hurmatlaydigan Wusungning shunday qilishiga zodi nima sababchi bo'ldi? Bu sabablarning birinchisi bo'lsa, Sungjang Wusungni may ichishdan chekildi. Ya'ni aroq kashishdan qo'l endi may ichma deb majbur bo'ldi. Xo'sh, may ichma deb qo'ygan mushtaq qilib ketami? Wusungni obdan taklif qilib qo'yganlar. Masalan, Wusung Jingyang dovini chiqdigan vaqtning o'zida eliq mayxonaga kelgan vaqtda asli 3 qadak mayni ichib bo'lib, bak ichay deb ketmagan. Biroq bu yerga may purishdan may tugidimi deb chiroyli so'rgan vaqtning o'zida may tugimidi, yana bor. Biroq 3 yapqur may ichgan davon oshamasgan xatni ko'rmadingizmi? Bizning ma argoto yaman, el bidan turib tutib degan gapni anglab, may bor lekin ishkil qo'ymayman degan gapni anglabla zad kirishib qoldim. İçsem içime, içmesem içmesem may içemay deb ko'rib zo'lab 18 yapqur mayni ichib tas qoldi yo'l bosgan bo'lib ketgan. Endi kim Jangmishni dumbalashdan burunqi voqea qarab beqinglar. Eğer Jangmishni dumbalaymayız degan kuni go'sh say bir narsani akirib turdi, lekin may yo'q. Wusung so'raydi, bugun nima uchun may yo'q degankin, sizni mas'ul qilib, eğer cho'ng'ish ta'sir yetkazib qo'ymiz deb may ichmisin degankin, Wusung darhol kirishib qoldi shuninglar ertasi. Mayni ichmayman. May ishimsam Jangmishni dumbalig'ini bo'lmayman. Bizni aroq ko'tarolmaydi. Mas'ul qiladi deb o'ylayotamiz deb puchurgan niyat 3 yapqurda may ichmay deb mangdi. Beshda po'chilik qilib ichib qo'ydi. Keyin kirib qarsanglar, o'zigimni eg'ir ketgan his qilib, mening yerimni yag to'ksa, yerimni ichib, aroq ichib mangdi. Shuning uchun bu yerga Wusungning mijozi qarsanglar, navbat may tugagan bo'lsa, may yo'q bo'lsa, ishimsam mayli deb o'zini tuta oladi. Lekin shu sen mas'ul qilsa degankinlar, eliqi masni mas'ul qilsangiz men masma deb ichib ketadi-ku. Shuningdek mijozi va maniga aroq kash esa bu Wusungchu zaboy aysadni o'ta aroq kashmao. Sen mas'ul qilsa degankinlar men masma deb turib zo'lab ichidi. Uning ustiga Wusung har qatim mas'ulsa chuqum jadal chiqirdi, qo'pol eski mas'ulda dema. Taqdi yo'lboslar bepetishmaydi. Pastkusi Jangmishan bilan urushdi. Atrofdagilarga qo'pol eskilik bilan muomala qildi. Shuning uchun bu yerga Wusung Liangshan ko'liga chiqqandan keyin Sungjang nima tuzum bekitdi? May ich ma'ni qilindi deb bekityapti. Wusungning tita tumurg'il chiqdi-da, men Arlongshandan atoydan chek kelsam, sen men aroq ishkilim qo'ymsan, nima ish qilaman deb birinchi o'pmishish tita tumurg'il tegib, Wusung qattiq qarshilashdi. Men mas'ul qildi deb ishmada o'tamda, men aroq ko'tarolmayman, men masma deb ma'lum kirishib qoldi. Endi mushning keyindilla bu yerdagi Sungjang bu Wusungning ochiq kelgan o'qimgandek, Wusungga nima deydi? Arlongshandan kelgan bu yerdagi Yangji, Lojishin qatorliq siz bilan birga kelganlarga bir tarbiya qiling, mushtaq ideya xizmat ishlang, biz el bo'laylik. El bo'lishga bulam qoyil bo'lsin, ma'qullik bildirsin deb o'tdi. Endi bu gapni anglab Wusung texim ochiq bo'ldi. Bu Arlongshandan kelsa mashg'ul qo'ymasa, endi bu yerga Lojishin, Yangjilar bilan Arlongshanda bular asli hammasi lavdati. Endi bu Liangshanga mening gapim bilan kipla bu to'van o'ringa tizilib qoldi. Endi buning bo'lib bo'pti deb turib mashg'ulim qo'ymasam, uning kayni keldirib yeni bularni o'rdiq el bo'lsa, el bo'lishing kerak degil tursa, bu nima ish keldi qardoshlarni sarangma biz deb Wusungning texim ochiq keldi. Endi ma'ni o'g'ilvaldachilik tushunsizlar. Uyga kelgan odam atoydan paloni qishqi barli desa, bu mehmon qilib cho'ng ko'rish yo'q, to'varaq o'rin qisib qo'ysa, kaydini yana el bo'limiz desa, Wusungdek o'g'ilvaldachilik g'urur kuchli odam nisbatan chuqum ko'tarmaydi buni. Shuning uchun endi mahalning oldidan yuzi tushdi. Menimcha shuning bilan ochiqda Wusung tunji bo'lib Sungjang qarshi chiqib qilishlik sabab dal mush sabablar tufaylidan. Endi Wusung bu vaqtning o'zida Sungjangni xil tunib yetdi, haqiqiy tushunib yetdi. Bu Chaydin hocamga o'xshamaydi, gapni udul demaydi. Sungjang sizni qoyil qilish, sizni voy danishaga tegizishdan burun sizga nima lozim bo'lsa shuni urdi. Pulmal bo'lsa pulmalni aymay urdi, xotin qiz qusan yangi ep birdi.
atayda 7 chaqirim uzutib qo'ydi. Apsini tang mening apam deb o'rinda ko'rdi. Qo'ldan keldigan hamma ishni qilib turdi. Endi sen sungdanish ag'a deb egilib bo'lgandan keyinla Sungjan seni sen xolima bilib bilmay o'zining qayashga ep bardi. Üz bilgan yo'lga so'rabmadi. Cho'qim Sungjanning dini o'yinish qilishing kerak. 108 polvonning hammasini shunday boshqarib o'tadi bu. Endi bu Liangshan kulgimi to'pga qaytilish oson. Voy danchaga deb qaytilsangiz bo'ldi, lekin tog'dan tushib ketish, to'pdan ajrash nihoyat tas. Qig'linmaydi o'shuncha istiqboray deb istiqboray qilgan xizmat emasmi u? Sen kirdingmi? Oxirgi mana sende. Shuning uchun qarsanglar bu yerga Lujishin-daymiz, Gungsun-daymiz qolganlarning to'pdan ayrilishimi, başlı ayrılıp qalqısı bo'lsa, xeyli təski to'xtagan ma'lum bir fursat bana sebeplerini izlegandan keyin anandan keyin keta olgan. Tushundinglarmi? Sizlarcha Wusunning qilgani to'g'rimi, xatomi? Meni qo'shib olgandan keyin bir piyonun qilib qo'yinglar. Rahmat.